حمام به نام حمام عصری صفا قرایی در ولسوالی خیبرگه منو tuzatdi. Bunun مساحت حمام 200 metrdi و به خاطر سهولت مردم چون شرگشون bizlar shu ولسوالی خیبرگه tuzatdilar. و bir dona o'toq infrodisi bor. Say bir dona ham hammom umumisi bor و bir dona ham sunoy xushki bor و bir dona ham sunoy buxor bor. Men juda xursandman. Chun bizlar eskidan agar xohlasak bir hammom qilamiz desak, majbur edik shahar ketsak edi. Yo'limiz xarob edi. To bu yerdan shaharga borguncha borish kelish 800 metr kilomiz bo'ladi, to masraf 1500 ga chiqadi. Va juda xursandmiz. Bizlar mana shu masrafimiz kamayish uchun bu yerga shu bino qurilgani uchun juda xursandmiz. Va undan sonra qolaversa boshqa puli bor boy kishilardan istaymiz mana shunaqa yaxshi ishlarga shu yerga bino qursalar uchun fe'lan alhamdulillah amniyat bor. Albatta milliy va umumiy ishlar, to mardimga xayri va foydasi yetayotgan ishlar, foydali ishlar bu yerga qurilsa. Bizlar voqean bu hammom iftito bo'lganiga, tuzilganiga iftixor qilamiz, xursandmiz. Baxotirki qablan bu mantiqaga shunday bir narsa yo'q edi. Hammom asri mujahhaz yo'q edi. Va kasoyki masalan musofir edi, ulusvolilardan yo shahardan kelib bu yerga do'kondor kishilar bor edi, yo kormand odamlar bor edi. Voqean hammomga xeyli qiyinchilikka edilar va xonavodalarga ham unda barq yo'qdi, yo imkoniyat yo'qdiki hammom asri tuzatgan bo'lsa, o'sha uchun bu hammomda tuzalishiga voqean men o'zim iftixor qilaman, xursandman va boshqa sarmoyaguzorlardan xohishim shuki, inshaalloh mana shunday bir burjahoyi omil manfa shu mantiqaga e'mor qilsalar va mantiqani iftixorda va hamchinon mardimga bir xizmat ham bo'ladi.